Bir Müslümana nisbeten intayin zürül bir ibadet baki. Bu ibadet Müslümanın hayatidaki imanı saqlash üçün ve ondan başka her qandaq işlerde intayin mühim bo'lmasa bo'lmaydigan Qur'an. Çünkü Müslüman bu Qur'alga, yani bu manevi Qur'alga hayatida imanı saqlashda, Allah'a ibadet qilishda, o'qishda, tijoratida ve shundaqla bir da'vatchi da'vatida, bir mujahid jihadida, bir ayol kishi oilasini saqlashda, bir er kishi turmushini joyida elib minishda ve shundaqla her bir Müslüman bütün ishlarda o Qur'alga muhtoj bo'ladi. Unda qolsa bu Qur'al qaysi? Bu Qur'an bo'lsa, har bir musulmonda bo'lishga tegishli va shundaqla bo'lmasa bo'lmaydigan savr Qur'oni. Savr mundaq deplam o'tib ketadigan ish emas. Chunki savr bir musulmonning hayotida musulmonlikni ado qilish, iymonni saqlash uchun bo'lmasa bo'lmaydigan Qur'on. Masalan, bir musulmon kasal bo'lib qolgan vaqtida agar uningda savr bo'lmaydi ekan, Allohga isyon qilib qoladi. Kasalligi savr qila olmaydi. Shundaqla bir musulmon tijorat qilgan vaqtida uningda savr bo'lmaydi ekan, biroz yangi uchirgan vaqtida Allohga isyon qilib qoladi. Va shundaqla tijoratda muvaffaqiyat qozonish uchunmi azroq qiyinchiliklar oldida bel qo'yotdi-da muvaffaqiyat qozona olmaydi. Ya'ni tijorat muvaffaqiyat qozonish uchunmi savrdan iborat, chidamchilikdan iborat bu Qur'on intayin muhim o'rinda turadi. Undan boshqa bir musulmon o'qimoqchi bo'lsa-mu, ya'ni o'qish yo'lida savr bo'lmaydi ekan, o'qishni oxiriga elib chiqolmaydi. Shundaqla bir da'vatchi va yoki bir ahli ilmda savr bo'lmaydi ekan, u xizmatni ado qila olmaydi. Va shundaqla eng ulug' ibodat bo'lgan jihad ibodatimi savr bo'lmaydi ekan, chidamchilik bo'lmaydi ekan, uzun mezgilga bardoshlik beradigan bu savr bo'lmaydi ekan, u yo'ldan qayib ketadi va shundaqla u yo'lda oxirigacha mustahkam turolmaydi. Alloh taolo hammamizni o'xshamagan shaklda, har xil shaklda imtihon qiladi. Shundaqla jannat kirishimiz uchun o'xshamagan shaklda fursatlarni berdi. Lekin bu fursatni zoya qilishdagi eng muhim narsa bizdagi sabrsizlik, bu fursatni tutanmaslik. Agar bizda savrdan iborat bu ibodat bo'lmaydi ekan, biz nurg'ulg'an fursatlarni qo'ldan ketkazayotgandek, yana qo'ldan ketkazayotamiz. Bir o'quvchi o'qishni oxiriga chiqolmaydi. Bir tijoratchi muvaffaqiyat qozona olmaydi. Hatto Alloh yo'lidagi ahli ilm va da'vatchilarmi u yo'lda davom qila olmaydi. Bir mujahidmi bir ikki kun ichida bir ish bo'lmadi, deplam jihodidan voz kechadi, u yo'lda sabit qadam tura olmaydi. Demak, savr bir oilada ayol kishi turmushini saqlashda bo'lsin, er kishi oilasini himoya qilishda olsun. Her bir Müslüman her vakit onunla muhtaç bulduğun bir Müslüman için bo'lmasa bo'lmaydigan intayin zür bir Qur'on. Mana bu sebepten şeytan bizden bu Qur'onni tartibelish uchun bizga oldirang'ulikdan iborat, savrsizlikdan iborat bu illatni tashlab qo'ydi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aldanmasligimiz uchun al-ajalatu minash-shayton, savrsizlik, oldirang'ulik shaytondan deydi. Hargizmi savrsiz bo'lmanglar, shaytonning keyni kirmanglar degan ishorat qilish uchun u oldirang'ulik, u savrsizlik sizlarga shaytondan kelgan deb eskartadi. Shundaqla Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu sabiru ve sabiru ve rabitu vettaqullaha la'allakum tuflihun. Ey Allah işengen kişiler sabretchan bo'linglar. Chidamchan bo'linglar, jafo mushaqqatga chidanglar. Ya'ni Allohning buyruqlarini ijro qilishdagi, Alloh to'sgan ishlarni yenishdagi jafo mushaqqatlarga, nafsingizga ig'ir kelgan ishlarga sabrchan bo'linglar. Chidanglar va rabitu musulmonlarning chegaralarini qo'dashda, u postlarda, u chegara rayonlarida mustahkam turinglar. Allohdan qo'rqinglar. Mana shunda qilsanglar la'allakum tuflihun. Sizlar nijotlikka erishsizlar, g'alaba qilasizlar deydi. Demak, sabr g'alaba va nijotlikning asosiy va sharti. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sabrni bizga tushuntirib, as-sabru diyaun deydi. Sabr demak nurdir deydi. Yani savrchanlik, mustahkam turish, keyniga chekinmaslik, u tun qorong'uda bir nurdir. Bizga yo'l boshlaydi, oldimizni ochadi deydi. Demak, bu nuqtada aytgan vaqtimizda sabr demak o bir ümit. Oldimiz butunlay to'sib ketgan, atrofimizni butunlay qorong'ulik qoplab ketgan, ya'ni bizga chiqish yo'li ko'rinmayotgan vaqtida sabr qilsak, Alloh taolo bizga umid beradi. Ya'ni bizga umid chirig'ini beradi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va ma u'tiya ahadun ata'an khayran min as-sabr. Sizlarning biringlarga sabrdan yaxshi bir ne'mat berilmadi dedi. Demak, bizga sabr berilgan bo'lsa, temkinlik berilgan bo'lsa, chidamchilik berilgan bo'lsa, bizga eng katta ne'mat berilgan bo'ladi. Chunki sabr g'albining asosi. Chunki sabr demak umid demak. Har qanday bir ishdan natija qozonmoqchi bo'lganmiz, mayli o'qish olsun, qanday bir ish olsun, mayli oila olsun, sabr bo'lmasa g'alaba qozona olmaymiz. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va alam annan-nasra ma'as-sabr, bilib qo'y, g'alaba, nusrat sabr bilan, chidamchilik bilan deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bu so'zining realligini, ya'ni amaliy isbotini bo'lsa, biz jamiyatimiz qaraydigan bo'lsak ko'ralaymiz. Atrofimiz qaraydigan bo'lsak ko'ralaymiz. Chunki har qanday bir utuq qozongan, muvaffaqiyat qozongan, natija qozongan bir tijoratchi olsun, bir o'quvchi olsun, cho'ngi bir harakat topqasin, uning tagida savrchanlik yotadi. Siz havas qilgan baylar va yoki siz havas qilgan natijaga erishgan kishilar, yaxshi turmushga erishgan kishilarning hayotidami nurg'ulg'an qiyinchiliklarga bo'y egmagan sabr yotadi. Shuning uchun Hazrat Umar radhiyallohu anhu vajadna khayra ayshina bis sabr.
biz bu yaxshi turmushimizga, yaxshi hayotimizga faqat sabr bilan yetdik deydi. Dunyo hayotidagi kishilarda, ya'ni yaxshiroq turmushga erishish uchun, shundaqla muvaffaqiyat qozonish uchun sabr bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Oxiratlik ishlarimizda texmo sabr bo'lmasa bo'lmaydi. Bizda sabrchanlik bo'lmaydi ekan. Alloh to'sgan ishlarni yanolmaymiz, nafsimizni yig'olmaymiz. Bizda sabrchanlik bo'lmaydi ekan. Alloh buyurgan ishlarda mustahkam turolmaymiz. U bizga ig'ir keladi, uni qilg'imiz kelmaydi. Biz faqat sabrchanlik bilan uni qila olamiz. Sabrchanlik bilan Alloh to'sgan ishlarni yana olamiz. Mana bu sababdan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu as-sabru nisful iman. Sabr iymonning yarmi deydi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu bo'lsa as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Sabr iymonga nisbatan badandagi boshqa o'xshaydi deydi. Badanga nisbatan boshqa qanday muhim bo'lsa, iymonga nisbatan sabr ana shundaq muhim. Shundaqla Hazrat Ali so'zining davomida man la sabra lah la imana lahu. Sabr bo'lmagan odamda, chidamchanlik bo'lmagan odamda iymon bo'lmaydi deydi. Nimishqa? Chunki biz hayotimizda ko'rganimizdek nurg'un qiyinchiliklarga uchraymiz. Allohning ig'ir sinoqlarga, imtihonlarga duch kelamiz. Va shundaqla Alloh taolo bizni ig'ir, ya'ni nafsimizga ig'ir keladigan ishlarga buyuruydi. Nafsimizni yig'ishga buyuradigan ig'ir gunohlardan bizni to'sadi. Bu ishlarning hammasini qilishda sabr bo'lmasa qila olmaymiz. Demak, bu ishlarni qilamasak biz komil musulmon bo'la olmaymiz. Demak, sabr bo'lmaydi ekan, bizning iymonimiz komil bo'lmaydi. Bu hayotdagi imtihondan o'tolmaymiz. Bu sababdan sabrchanlik iymonning yarmi bo'lib qolmay, butun amal ibodatlarning va shundaqla butun axloqning xujisi. Masalan, bir ayolniki iffetlik bo'lishi, u hayosizlikdan sabr qilganligidir. Bir odamning muloyim bo'lganligi, g'azablanishdan sabr qilganligidir. Bir odamning boshqalarning haqqidan qo'rqqanligi, nafsini yig'ishda sabr qilganligidir, chidamchan bo'lganligidir. Qanoatchanlik ochko'zlikdan sabr qilganligidir. Kang qursaqlik hasad qilishdan sabr qilganligidir. Demak, haqiqatan sabr payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek Alloh taolo bergan eng katta ne'mat. Undaqda bir mo'min uchun eng katta ne'mat bo'lgan bu sabrga qanday erishimiz? Biz sabrga erishishning yo'llarini bayon qilishdan ilgari oldi bilan sabr uqumining tushunchasini to'g'rilashimiz kerak. Chunki ko'pincha kishilarning xayolida sabr qilinsa, yavash, bechora, bo'y egadigan bir odam xayoliga kelishi mumkin. Amaliyotda sabr bo'lsa, hargiz undaq ma'noda emas. Sabrchan bo'lishning birinchi ma'nosi bo'lsa, chidamchan bo'lish, bardoshlik berish, keyniga chekinmaslikdir. Ya'ni Alloh taolo buyurgan ishlarda chidamchan bo'lish, keyniga yanmaslik, bel qo'ymaslik mana bu sabrdir. Chunki insonning nafsi bexillikni tatidi, rohatni tatidi, jafodan qochidi. Lekin Alloh taolo bizni ana shunday illatlardan qutuldirish uchun nurg'unlagan buyruqlarga buyuruydi. Bu buyruqlarni ijro qilish sabr talab qiladi. Namoz o'qish insonning nafsiga dastlabda ig'ir keladi. Uningga sabr kerak. Zakat berish insonning nafsi bexillikni tatqachqa, pul berish insonga ig'ir keladi. Shu pulni berishdimi sabr kerak. Alloh yo'lida haj qilish, ro'za tutish hammasi sabr talab qiladi. Ya'ni chidamchanlik talab qiladi. Biz chidamchan bo'lgan vaqtimizda ondan Allohning bu buyruqlarini ijro qila olamiz. Demak, sabr qilish deganlik bo'y egish, mayl deb etish emas, mana shunday chidamchan bo'lish. Ya'ni Alloh buyurgan ishlarni ijro qilishda, Alloh to'sgan ishlarni yenishda chidamchan bo'lish, bel qo'yvatmaslik, keyniga yanmaslik deganlikdir. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimda Allohga ibodat qilishda sabrchan bo'lgin dedi. Allohga ibodat qilishda sabrchan bo'lgin degan mayli qilayotgan, bo'ldi qilayotgan deganlikmi? Asla. Allohga ibodat qilishda mustahkam turg'in, bel qo'yvatmagin, chidamchan bo'lgin deganlikdir. Chunki Allohga ibodat qilish nafsimizni yig'ishni, shayton qarshi kurash qilishni, nafsimiz qarshi kurash qilishni talab qiladi. Bu kurashda chidamchan bo'lishimiz kerak. Ikkinchi ma'nosi, ya'ni sabrning ikkinchi ma'nosi bo'lsa, o'zini tutib olishdir. Ya'ni bugungi o'xshash kishilarning hammasi dunyoda minib ketgan, oxiratni unutgan, oxirat hayoti uchun hech ish qilmayotgan, halollamdi, harom bo'lamdi, pul tepiyotgan, shundaqla ko'ngli nimada xushal bo'lsa shuni qilayotgan, shundaq aysh ishlarni kelmayotgan kunda o'zini tutib olish, uningdan o'zini tatish mana bu sabrdir. Alloh taolo qiyomat kuni inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Men ularni sabr qilganlik uchun, o'zini tutib olganlik uchun, boshqalar ana shundaq haromga dum tushganda, jazoniga dum tushganda, shahvatning keyindan mangan vaqtida, oxirat g'amidi yo'q, faqat yumshoq turmushlar izlab mangan vaqtida sabr qilgan, Alloh yo'lida jafo tortgan, o'zining ozliqini g'ariblik his qilmagan, shu yo'lda mustahkam turib o'zini tutib olganlarni men mukofotlayman. Ular bo'lsa haqiqiy utuq qozong'uvchilar deydi. Chunki bir musulmon haqiqiy musulmon bo'lib yashayman deydi ekan, kishilarning har xil gaplarni qilishi mumkin, chatqa qilishi mumkin, g'arib bo'lishi mumkin, masxir qilishi mumkin. Mana shularning hammasi o'zini tutib olish, o'zini buzib salmaslik va shundaqla sabrchanlik, ya'ni o'zini tutib olishni talab qiladi. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga fasbiru ala ma yaqulun. Ular degan narsa qartasan sabrchan bo'lgin dedi. Bu yerdagi sabrchan bo'lish bo'y egishmi? Yo'q, o'zini tutib olish. Demak, o'zini tutib olish sabrning ikkinchi ma'nosi. Uchinchi ma'nosi bo'lsa taqdirga rozi bo'lish. Bilganimizdek, ma hayotda bizning irodamizda bo'lmagan, bizga har xil ziyonlar keladi. Melimiz keladi, jinimiz keladi va shundaqla har xil shaklda musibatlar keladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bundan bizga xabar berdi. Va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i va naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Biz sizlarni ma hayoti dunyoda qo'rqinch bilan, ochlik bilan, melinglarga va ziroatlarga har xil ziyonlarni selish bilan imtihon qilamiz. Bu bir imtihon, bu bir sinoq. Va bashiris sabirin. Ana shunda qiyinchiliklar kelganda, musibat kelganda, ziyon kelganda sabr qilganlarga jannat bilan bishorat bergin dedi. Mana shu vaqtda taqdirga rozi bo'lsak, ya'ni Allohga isyon qilmasak, men nima qildim bular deb Allohga zarlanmasak, shundaqla iymonimizda ikkilanmasak, biz sabr qilgan bo'lamiz. Ya'ni bu nuqtaga yetgan vaqtimizda sabrning uchinchi ma'nosi
ikkinchisi taqdirga rozi bo'lish. Bu deganlik hargizmi bo'lgan ziyonlar, uchragan qiyinchiliklar oldida dars olmang, savoq olmang, u haqida izlanib, bu musibatni o'qimang deganlik emas. Albatta bir musulmon beshiga kelgan har bir musibatni o'qiydi. Men nimani xato qildim? Bu musibat mening gunohimni poklash uchun keldimi? Bu musibat meni uyg'otish uchun keldimi? Bu musibat meni xatolikdan saqlash uchun keldimi? Bu musibat meni texmi cho'ng musibatdan saqlash uchun keldimi? Bu haqda o'qishi, o'zi tushunalgani bo'yicha dars olishi kerak. Ammo Allohning taqdiriga rozi bo'lib turib, ya'ni sabr qilib turib dars olish kerak. Shunda qilgan vaqtda ondan keyin Alloh taolo va bashshiris sabirin, ya'ni Alloh taolo jannat bilan bishorat beradi. Ularning sifati qanday? Allazina qalu inna lillah. Ana shunda musibat kelgan vaqtida Allohga taslim bo'ladi. Biz Allohning deydi. Va inna ilayhi rojiun. Biz Allohga qaytamiz deydi. Baginim Alloh, og'inim Alloh deydi. Ya'ni qalbida Allohga qarata norozilik bo'lmaydi. Mana bu sabrning 3-ma'nosi bo'lgan. Qalbda beshimiz kelgan musibatlar qarata Allohdan norozi bo'lmaslik, Allohga rozi bo'lish, Allohga taslim bo'lish. 4-ma'nosi, ya'ni sabrning 4-ma'nosi bo'lsa, umidvor bo'lishdir. Dal bugun kunimizga o'xshash oldimiz butunlay etilgan, vatanimizni ozod qilishdan qarmoqqa, sabab nuqtasidan qaragan vaqtimizda hech bir umid bo'lmagan vaqtida, endi bizning tirishqinimizning foydasi yo'q ekan deb bel qo'yib ana shunda qorong'uliklar ichidami bir nurni ko'ralish, mana bu sabr. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom as-sabru diyaun, sabr nur demakdir deydi. Bu deganligi sabr umid demakdir. Mana shundaq zulmat ichida, mana shundaq oldimiz butunlay to'silgan vaqt ichida, zolimlar ana shundaq tushunib ketgan paytida, bizga o'xshash mazlumlar irib ketayotgan, imonimizni saqlashni qiynayotgan, tilimizni saqlashni qiynayotgan paytda umid uzmaslik, yo'q bizga chuqum qalbi keladi deb turish, mana bu sabr. Chunki sabr demak nur demak. Qorong'ulik ichida nur ko'ralish, mana bu sabr. Payg'ambarimizning davrida zulm ana shundaq haddidan eshib ketgan vaqtida sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashig'iga kelib, "Ey Allohning elchisi, sen Allohning elchisi, Allohga duo qilsang, bizga yordam qilsa" degan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularga keyingi g'albalardan bishorat bergan va shundaqla, lekin sizlar sabr qilolmayapsizlar, oldirab qilyapsizlar, sabr qilinglar degan. Ya'ni ana shundaq zulm haddidan oshgan bo'lsa-mu, sabr qilinglar, umid nurini ko'ringlar, g'albi nurini ko'ringlar. Mana bu sabr deganga ishorat qilish uchun innakum tasta'jilun. Siz oldirab qilyapsizlar, sabr toqatsizlik qilyapsizlar degan. Demak, bugun kunimizda oldimizda bir umidni ko'rmasligimiz, butunlay qorong'u holda umidsizlik ketishimizmi dal bizning sabrsizligimizning bir alomati. Esimizda bo'lsin, zulm mengu davomlashmaydi. Kuchlik mengu kuchlik turmaydi. Qorong'u chuqum tong otadi. Shuning uchun mana shundaq butunlay oldimiz etilgan vaqtida-mu, yo'q, chuqum bu kunlar o'tib ketadi. Chuqum bizning ayrilgan tuqqanlarimizdan ko'rishadigan, qo'g'lab chiqarilgan zaminimizni oldigan vaqtimiz keladi deb ishonalishimiz va shundaqla bel qo'yatmay vatanimizning ozodligi uchun, millatimizni jaholatdan qutuldirish uchun har bir harakatlarni qila olishimiz, mana bu sabr, mana bu nurni ko'ralishimizdir. Demak, bu nuqtadan qaragan vaqtimizda sabr demak umid demakdir. Mana bu yuqorqi 4 uqum sabrning ma'nolari. Unda bo'lsa, sabrni o'zimizda qandoq o'zlashtiramiz? Sabrni o'zlashtirish uchun, sabrdan iborat bu ne'matga erishtirish uchun birinchi qilib men sabr qilaman degan irodaga kelish va Allohdan tilash. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Men yatasabbara yusabbarahulloh." Qanday bir odam sabr qilishga tilishadi ekan, ya'ni men sabr qilay deb niyat qiladi ekan, uningga urinadi ekan, Alloh taolo uningga sabr beradi deydi. Va shundaqla Allohdan tilash. Chunki sabrga faqat Allohning yordami bilan erisha olamiz. Qiyinchilik uchragan vaqtimizda, o'zimiz ko'tarilmaydigan va ikkilanib qolgan, u yo'ldan chekinish girdobiga birib qolgan vaqtimizda, "Ey Alloh, men bilmayman. Menga yordam qilgin, menga sabr ato qilgin, menga chidamchanlik ato qilgin, menga o'zini tutib oladigan mushundaq bir ne'matni ato qilgin. Menga ana shundaq qor zulmatli kunlarda nurni ko'ralaydigan sabrchanlikni ato qilgin, umidvorlikni ato qilgin" deb Allohdan tilishimiz kerak. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Va ma sabruka illa billah." Sen faqat Allohning yordami bilan sabr qila olaysan dedi. Demak, Allohning yordami bo'lmaydi ekan, ma inson sabr qilolmaydi. Ma inson bardoshlik bermaydi. Ma inson umidsizlanib qoladi. Shuning uchun Allohdan tilishimiz kerak. Uchinchisi, sabr yetildirishda eng muhim ishlarning birisi o'zaro birisi-birimizga sabrni tavsiya qilish. Bir yerga kelgan vaqtimizda chidamchan bo'lishni tavsiya qilish, bir yerga to'plashgan vaqtimizda umidsizlik emas, umidni tavsiya qilish. Chunki sabr boshqalarning tavsiyasi bilan texmi kuchlanadi. Bu sababdan Alloh taolo Qur'on Karimda "Val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawassaw bil haqqi va tawassaw bis sabr." Haqiqatni va sabrni o'zaro birisi-biriga tavsiya qilishganlardan boshqalarning hammasi ziyon ichida degan. Ya'ni sabrni o'zaro tavsiya qilishgan dedi Alloh taolo. Chunki sabr boshqalardan tavsiya qilingan vaqtida texmi inson mustahkam turg'uli bo'ladi, texmi umidvor bo'ladi. Shuning uchun cho'nglar kichiklarga sabrni tavsiya qilish kerak. Ya'ni kichiklarga mustahkam turish, chidamchan bo'lish, nafsini yig'ish va shunday ishlarda ularga rag'bat berish kerak. Chunki rag'bat berishning o'zimi bir sabrning bir turi. Va shundaqla boshqalar ayollarga, erlarga, ya'ni bir oildimi, oilning xotirjam bo'lishi, huzurli bo'lishi uchun birisi-biriga sabrni tavsiya qilish kerak. Hargizmi birisini yana birisiga qarshi kuch ko'rsatishdan qattiq saqlanish kerak. Chunki bir ayolning shayton qattiq puflayotgan paytida agar bir odam kelib unga sabrni tavsiya qilsa, shaytonning vasvasasi o'ladi. Agar yana birisi kelib unga o't yoqsa, u ayol portlaydi
bo'lmaydi, oilasi vayron bo'lishi mumkin. Demak, insonga sabrni tavsiya qilish mana shunday ta'sir qiladi. Va shundaqla bir odam bir yo'ldan voz kechay deb turgan vaqtida bir odam kelib uningga sabrni tavsiya qilsa, ya'ni chidamchan bo'lish, chekinmaslik, mushu haqda sabrni tavsiya qilgan vaqtida u odam qaytadan uyg'onib yo'lda mustahkam turishi mumkin. Demak, sabrni tavsiya qilishning kuchi mana shunday kuchli sal qarashga bo'lmaydi. Shuning uchun har birimiz cho'nglar, kichiklarga, kichiklar atrofidagilarga, ya'ni bir-birimizga sabrni tavsiya qiladigan, mustahkam turishni tavsiya qiladigan, yo'limizdan chekinmaslikni tavsiya qiladigan bu axloqni yetildirishga ahamiyat berishimiz kerak. To'rtinchisi, sabrning ahamiyati va mukofotini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Esimizda bo'lsin, sabr bizni Allohning himoyasiga erishtiradi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Vasbir li hukmi robbika fa innaka bi a'yunina" Rabbingning hukmiga sabr qilgin, chidamchan bo'lgin, sen bizning himoyamizda bo'lasan deydi. Demak, sabr bizni Allohning himoyasiga erishtiradi. Va shundaqla Alloh taolo "Innalloha ma'as sabirin" Allah sabrchanlar bilan birga deydi. Ya'ni biz sabr qildikmi, chidamchan bo'ldikmi, bizning hamrohimiz Alloh degan gap. Va shundaqla sabrchan bo'lish bizni Allohning muhabbatiga erishtiradi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Vallohu yuhibbus sabirin" Allah sabrchanlarni, chidamchanlarni yaxshi ko'radi deydi. Va shundaqla Alloh taolo "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab" Alloh taolo sabr qilganlarni, ya'ni oilam buzilmasin, bolalarim vayron bo'lmasin, bolalarim qurbon bo'lmasin deb sabr qilgan ayollarning mukofotini va shundaqla millatning manfaati uchun sabr qilgan, chidamchan bo'lgan va shundaqla xalqimizni jaholatdan va zulmdan qutuldirishga harakatlarda chidamchan bo'lgan, keyniga chekinmagan, kishilarning fitnalari, hasadlari, tuhmatlari sababli keyniga chekinmagan, ishlarini tashlamagan, chidamchan bo'lgan kishilarning ajrini Alloh taolo hisobsiz beradi deydi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo ana shundaq sabrchan kishilarga o'z tarafdan yordam ato qiladi. Bu haqda Qur'on Karimda nurg'unlagan oyatlar bor. Undan boshqa sabrchanlik insonni pushiradi va shundaqla musulmonlarga rahbar, imom qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru" ular sabr qilganlik uchun, keyniga yanmaganlik uchun, mustahkam turganlik uchun biz ularni pishvalardan qildik, imomlardan qildik, rahbarlardan qildik deydi. Demak, sabrchanlikning natijasi mana shunday katta. Shunga har bir musulmon sabrni, ya'ni chidamchan bo'lishni, o'zini tutib olishni, umidvorlikni va shundaqla Allohning taqdiriga rozi bo'lishdan iborat mana shunday sabrni dunyo va oxiratlik nijotlik kimisi, mening dunyo va oxiratim uchun sabr bo'lmasa bo'lmaydi degan mushtunish kelishi va shundaqla sabrni o'zlashtirishga qo'ldan kelish tirishchilik ko'rsatish kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizga sabrdan iborat bu katta ne'mat ato qilsin.